Bugun APLda kunning haftaning eng katta uchrashuvi bo'lib o'tadi. Chempionlik uchun kurashayotgan Arsenal o'tgan turda Manchester derbisida Manchester Cityni yo'q qilgan Michael Carrickning Manchester United'ini qabul qiladi. Undan oldin kichkina konkurs, uchrashuvni to'g'ri hisobini va birinchi gol muallifini to'g'ri topsangiz, men sizlarga 100 ming so'm pul mukofotini tashlab beraman. Faqat ilk 3 ta odamga. Sharti menga obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Unda boshladik do'stlar. Premier Liga tarixida Arsenal va Manchester United o'rtasidagi to'qnashuvlar kabi xotirani uyg'otadigan o'yinlar juda ham kam uchraydi. Garchi klublarning shon-shuhrati oldingidek bo'lmasligi mumkin, biroq bugun bo'lib o'tadigan o'yin bu yilgi chempionlik poygasi kontekstida juda muhim ko'rinadi. Arsenal 7 ochkolik farq bilan peshqadamlik qilayotganiga qaramay, Manchester City, Aston Villa va Liverpoolning so'nggi o'yinlarda qoqilganidan to'liq foydalana olmadi. Seshanba kuni esa ular San Siroda Inter Milanga qarshi qozonilgan ajoyib 3-1 g'alabadan so'ng Mikel Arteta jamoasi Chempionlar Ligasi bosqichida birinchi o'rinni egalladi va hozir ular ajoyib formada, ajoyib kayfiyat. Ligada o'tkazib yuborilgan gollar atiga 14 ta va kanonirlar himoyasi APLdagi eng zo'r himoya deb aytishimiz mumkin. Bu tarafda esa Michael Carrick boshchiligidagi Manchester United o'tgan hafta Arsenalning eng yaqin raqibi Manchester Cityni 2-0 hisobida yutgandan so'ng shubhasiz o'yinini yanada kuchaytirdi. Bruno Fernandes o'sha o'yinda Brian Mbeumoning hisob ochuvchi goliga uzatma berishi uning jamoadoshlari uchun yaratgan 6 ta imkoniyatdan biri bo'ldi. Ligada jami u 600 ta imkoniyat yaratdi. Eslatib o'taman, Bruno Unitedga kelgandan beri 6 yil ichida hali hech kim portugaliyalik playmakerdan ko'ra ko'proq imkoniyat, ko'proq vaziyatlar yaratmadi. Fernandes gullashda davom etmoqda. Yuqorida nega Carrickni uddalay oladimi dedim. Sababi angliyalik mutaxassis 2021-yil dekabr oyida qisqa muddatli boshqaruv davrida Old Traffordda Arsenalni 3-2 hisobida yutgan edi. Ammo shunday bo'lsa-da United Arsenalga qarshi Premier Ligadagi so'nggi 6 ta o'yinda g'alaba qozona olmadi. Bitta durang va 5 ta mag'lubiyat. Statistika biroz achinarli, ammo hammasi tarixga aylandi. Bugun ikki jamoa ajoyib holatda. Shunday ekan Emirates yonadi do'stlar. Ha, aytgancha eslatib o'taman, ushbu uchrashuvni profilim biostida joylashgan Telegram kanalda jonli efirda o'zbekcha sharhda va eng muhimi yuqori sifatda qotishlarsiz kuzatishingiz mumkin. Qo'shiling va o'yinni birga ko'ramiz do'stlar.